Assalomu alaykum. Do'stlar, bugun sizlar bilan biz bitta qiziq vaziyatli masala, ya'ni case ko'rib chiqamiz. Bemor 19 yoshli qiz, talaba qiz shikoyat qilib kelyapti. Umumiy holsizlikka, tez charchashga, nafas qisishi, soch to'kilishi, terining oqarishi, tirnoqlarning mo'rtlashuvi, ta'm o'zgarishi va undan tashqari bo'yoq, tuproq, burlarni yegisi keladi. Ya'ni xuddi shunaqa hissiyotlarni his qiladi. Anamnezidan bemor so'nggi 1 yil ichida go'sht mahsulotlarini deyarli yemagan, ya'ni vegetarian ekan. Undan tashqari 3 oy davomida holsizlik kuchaygan, diqqatni jamlolmaydi, lekin qon ketishi, operatsiya, jarohatlar yoki hayz buzilishlar kuzatilmagan, ya'ni gipovolemiya belgilari deyarli yo'q. Obyektiv ko'ruvda teri rangi oqarib ketgan, lablar sarg'aygan, soch siyraklashib ketgan, tirnoqlar mo'rtlashgan, til silliqlashgan, ya'ni atropik glassit belgilari bor. Undan tashqari yurak urishlari soni 88 ta minutiga, qon bosimi esa 110/70 simab ustunida. Jigar va taloq kattalashmagan. Endi laboratoriyada nimalar chiqyapti? Gemoglobin 78 gram taqsimdan litr. O'zi bu 120 bo'lishi kerak edi kamida. Eritrositlar 3,5, lekin 4 bo'lishi kerak edi kamida. Rang ko'rsatkichi bu 0,6. Bu juda kam. O'zi o'rtacha 0,8 dan 1,05 gacha bo'lishi kerak. MCV, ya'ni bu eritrositlarning katta kichikligi 70 fentalitr, o'rtacha 80 bo'lishi kerak edi, bu ham kam. MCH, ya'ni bu eritrosit tarkibida gemoglobinning miqdori 20 pikogram, bu 27 bo'lishi kerak edi kamida. Retikulotitlarimiz 0,4%, почти normada. Leykositlarimiz 6,2 normada, trombositlarimiz 290, bu ham normada. Demak, bizga o'zgargan analizlarimiz bular: gemoglobin, eritrosit, rang ko'rsatkichi, MCV, MCH. Demak, bularga qarab turib biz diagnoz qo'yishimiz kerak. Ya'ni gemoglobin pastligi bu umumiy tushuncha. Ya'ni gemoglobin pastligi bizga anemiyaligini bildirib beradi. Ya'ni endi biz bog'lashimiz mumkin klinik belgilar, ya'ni holsizlik, tez charchashlarni va hokazolarni immuniy anemiyaga bog'liqligini bilishimiz mumkin. Gemoglobinga yoki eritrositga qarab, lekin bu aynan qaysi anemiya turligini aytib berolmaydi bizga. Rang ko'rsatkichi 0,6, gipoxrom degani, MCV 70 fentalitr, bu mikrosit degani, ya'ni eritrositni hajmi kichkina degani, 20 pikogram degani, bu bitta eritrosit tarkibida gemoglobinning miqdori kam degani. Natijada kelib chiqyapti, gipoxrom mikrotitlar anemiya kelib chiqyapti. Endi buni albatta biz klinik holatlarga solishtirishimiz kerak. Chunki bizda qon ketishi belgilari yo'q, demak gipovolemiya belgilari umuman ko'rsatilmayapti. Ya'ni gemorragik anemiyani chiqarib tashlaymiz yoki jigar va taloq kattalashmaganligi bu bizga gemolitik anemiyani chiqarib tashlaydi. Lekin bizga asosiy narsalarni bu yerda keltirib o'tyapti: go'sht mahsulotlari yemayotganligi, ya'ni vegetarianligi. Undan tashqari esa tirnoqlarning, sochlarning mo'rtlashishi, soch to'kilishi, tirnoqlarning mo'rtlashishi. Bu aynan temir defitsiti anemiyasiga xos bo'ladi, chunki aynan temir nafaqat eritrosit tarkibida kislorod tashishga funksiya bajaradi, undan tashqari sochlar tarkibiga va tirnoqlariga mustahkamlik berish funksiyasini ham bajarib beradi. Aynan temir yetishmasa, xuddi shu klinik belgilar paydo bo'ladi. Undan tashqari bizda bo'yoq, tuproq, bo'r yegisi keladi. Bu pika deyiladi. Bu nevrologik o'zgarishlar hisoblanadi. Aynan temir defitsit anemiyasi hisobiga kelib chiqadigan, ya'ni ko'pincha homiladorlarda kuzatiladi bu narsa. Ya'ni homila rivojlanish vaqtida gipoksiyaga moyil bo'ladi. Shuning hisobiga homilaga ko'proq miqdorda temir moddasi o'tadi, ona qabul qilgan temirni ko'proq miqdor o'tadi va shuning hisobiga onada temir defitsit anemiyasi kuzatiladi va ona, ya'ni homilador ayol xuddi shunaqa hissiyotlarni o'zida his qiladi. Demak, diagnozimiz temir defitsiti anemiyasi bo'ldi. Kelinglar, temir defitsitini, temir metabolizmiga o'zimiz qaraydigan bo'lsak, o'zi temir tashqaridan ko'pincha temir 3 holatda, ya'ni go'sht mahsulotlari tarkibiga kiradi. Organizmga tushgandan so'ng bu enterositlarda, ya'ni ichak hujayralarida temir 3 dan temir 2 ga aylanadi. U uchun bizga duodenal sitoxrom B va plus askorbin, ya'ni vitamin C kerak bo'ladi. Temir 2 ga aylangan holatda dimetil transporterga qo'shiladi, kanallar orqali hujayrani ichiga kiradi. Hujayraning ichidan keyin bu yoki zaxira bo'lishi mumkin yoki ferroportinlar orqali bu qon tarkibiga o'tishi mumkin. Qon tarkibi o'tgandan so'ng yana temir 2 dan temir 3 ga aylanib oladi gefestin yordamida. Temir 3 holatida u suyak ko'migiga boradi, suyak ko'migida esa u eritrosit tarkibiga qo'shiladi. Undan tashqari organizmda o'zida eritrositlarimiz 120 kun yashagandan keyin albatta makrofaglar yordamida parchalanadi. Parchalangandan so'ng hosil bo'lgan temir 2 ionlari qon hujayrasiga chiqadi. Qon hujayrasiga chiqqandan so'ng temir 2 ionlari seroplazma yordamida temir 3 ga aylanadi. Temir 3 ga aylangandan so'ng u ham yana suyak ko'migiga boradi. Suyak ko'migida yoki zaxira bo'ladi yoki eritrosit tarkibiga qo'shilib ketaveradi. Undan tashqari bu jarayonlarni bizda jigarda sintez bo'luvchi gepsidin oqsilasi boshqarib turadi. Qancha gepsidin ko'p bo'ladigan bo'lsa, aynan shu temirni metabolizmini buzib qo'yadi, ya'ni temir so'rilishlarini buzib qo'yadi. Buni biz surunkali kasallik anemiyasi deymiz. Ko'pincha gepsidin surunkali kasalliklarda oshib ketgan bo'ladi. Demak, bizda qanday temir defitsit anemiyasi kelib chiqyapti? Bu yerda mana bu yerda dietary iron deyapti, ya'ni
tashqaridan kirayotgan temir miqdori juda ham kam, ya'ni go'sht yemayapti, shuni hisobiga tashqaridan kirayotgan temir kam, shuning uchun umumiy temir miqdori juda ham kamayib ketyapti, shuni hisobiga temir defitsit anemiyasi kelib chiqyapti. Demak, davolashda biz albatta temir preparatlarini yozib bersak va bemor ko'proq go'sht iste'mol qilsa yetadi.